Hammaga salom. Bugun sizlar bilan birgalikda Lagon brendi menga test uchun yuborgan sovg'asini raspakovka qilamiz. Ko'chada gupillab qor yog'ayotganiga qaramay, menga pochtangiz keldi deyishgani bilan yugurib borib olib keldim. Umuman olganda, menga taklif bilan chiqishganda men juda ham xursand bo'ldim. Chunki meni auditoriyam kamligiga qaramay, ular hamkorlik taklifini bildirishdi. Mahsulot Koreyadan kelishiga qaramay, juda ham akkuratniy holda kelgani uchun wow devordim to'g'risi. O'zinglar ham ko'rsanglar bo'ladi, qanaqa chiroyli upakovka qilishganini. Og'zim qulog'imda ekanligidan qanchalik xursandligimni bilib olsanglar bo'ladi, chunki meni bloger sifatida bu birinchi hamkorligim. To'g'risini aytsam, men faqat bittagina mahsulot yuborishsa kerak deb o'ylagan edim, lekin ichida naqd 4 ta mahsulot ko'rib 2 barobar xursand bo'ldim. Chunki menga pochta jo'natishayotganda guideline ham jo'natishgan edi va unda faqatgina bitta mahsulot haqida berilgan edi. Birinchi bo'lib shunaqa Lagon brendining hamma mahsulotlari berilgan info list chiqdi. Masalan, Lagon brendining filosofiyasi haqidagi listoq. Mahsulotlardan birinchi bo'lib shunaqa namlantiruvchi toner. Keyingi skincare mahsulotimiz esa shunaqa namlantiruvchi krem ekan. Ishlatib ko'rish u yoqda tursin, mana bu ovozdan maza qildim to'g'risi lekin. Keyingi mahsulot o'sha mashhur glinali maska. Maska meni wish listimda birinchi o'rinlarda turgan edi desa ham bo'ladi. Kanalda qulay bo'lishi uchun shunaqa suradigan narsasi ham bor ekan. Keyingisi nima ekan deb qarasam, makiyajni yechadigan penka ekan. Hozirda eng kerakli narsa edi bu. Meni yuzim muammoli bo'lgani uchun natijali video albatta chiqadi. Lagon brendiga rahmat, sizlar esa obuna bo'lishni unutmang. Xayr.